2025-yil 5-oktyabrda 1-smenada tushgan matematika fanidan ajoyib bir savolni yechimini ko'ramiz. Qarang. Tenglama nechta haqiqiy ildizi mavjud debdi. X ning 6-si qo'shilgan ildiz ostida, kvadrat ildiz ostida 2021 ko'paytirilgan x kub ayrilgan 1 teng 0. Ushbu tenglamani yechish uchun belgilash kirita olamiz. B kvadrat tenglama deb ataladi bunday tenglamalar. Demak, x ning kubini o'rniga a degan boshqa o'zgaruvchi kirita olsak, ikki tarafni kvadrat ko'taradigan bo'lsak, x ning 6-si a ning kvadratiga teng. Shunaqada o'zgargan holatdagi kvadrat tenglamani tuzamiz. X ning 6-si o'rniga a kvadrat qo'shilgan kvadrat ildiz ostida 2021 ko'paytirilgan a minusdan 1 teng 0. O'sha mashhur diskriminant usulidan yechamiz shu tenglamani. Ya'ni b kvadrat minusdan 4ac formula bo'yicha b ning kvadrati kvadrat ildiz ostida 2021 ning kvadrati 2021 chiqadi. Minusdan 4 a o'rniga 1 bor, c o'rniga minus 1 bor. Ushbu hisob-kitob 2025 ni beradi. Xuddi o'shanda a1 topamiz. Minus b qo'shilgan ildiz osti diskriminant taqsim 2a. Shunaqada b o'rniga kvadrat ildiz ostida 21 bor. Minus 2021 qo'shilgan ildiz ostida 2025 taqsim 2a o'rniga 1 bor. Ushbu hisob-kitobga juda ham e'tibor berishingizni so'rayman. 2021 dan taqriban 2025 45 chiqsa, kvadrat ildiz 45 kvadrat 2025 bo'lsa, 2021 dan 44.8 mi, 44.3 mi shunga yaqinroq son chiqadi. Endi buni taqriban hisoblasak, minus 44.5 desak ham 6 deylik ha. Unga qo'shsak 45 ni da 2 ga bo'ladigan bo'lsak, taqriban 0.4 minus plus 0.2 chiqadi. Xuddi shu zaminda a2 ni hisoblaydigan bo'lsak, shu hisob-kitobda o'rtasi manfiyligi taqsim 2 taqriban minus 44.6 qo'shilgan 45 ayrilgan 45 taqsim 2 taqriban minus 44.8 larga kelib chiqadi. Endi biz a deb nimani olgandik? Ko'ramiz mana bu yerdan. Biz a deb oluvdik x ning kubini. Shunaqada x ning kubini bir marta 0.2 ga tenglashtiramiz. Mana bu yerdan x ning kubini bir marta minus 44.8 ga tenglashtiramiz. Bizda aytilgan tenglama nechta haqiqiy ildizi bor? Ya'ni tenglama ildizlar yig'indisi yoki ko'paytmasi so'ralmagan, nechta ildizi bor deyiladi. Demak, birinchi tenglikdan hisob-kitob qiladigan bo'lsak, bunday qilib qo'yaylik. X imiz kub ildiz ostida 0.2. Ikkinchi hisob-kitobni qiladigan bo'lsak, x imiz kub ildiz ostida minus 44.8. Mayli, sig'may qoldi. Bu yerdan yozib qo'ysak ham bo'ladi. X imiz kub ildiz ostida minus 44.8 ga teng. Shunaqa. Endi ikkala holatda ham kub ildizdan manfiy son ham musbat son ham chiqqanligi sababli tenglama ikkita ildizga ega. Shunaqada to'g'ri javobimiz A javob hisoblanadi.